Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan birga Olapar TV kanalida uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun Sarani o'g'lini borib ko'rdik, Darminni borib ko'rdik. Sarani birinchi patok, birinchi qorin bolasidan hozirda Sarani bolasini ko'rib baho berasizlar, qanday bo'lgan, nima bo'lgan, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qani ketdik. Qadrli do'stlar, Sarani birinchi qorin bolasi Darmin erkak. Ko'rishlaringiz mumkin, kallasi juda ham katta bo'lgan, juda ham chiroyli bo'lgan. Lapalari вообще qalin bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Bu Sara 22-yil qani, bu kuchugimiz 3 yashar bo'ldi bu. Rangi oppoq, bu hozir skladda turibdi, o'shanga qishga yana cho'miltirmagan hali. Sal kir bo'lgan. Rosh, rosh. Потом. Опа. Какой хороший. Какой хороший. Bo'yni ko'rishlaringiz mumkin. Kallasi juda ham yoqdi menga. Хорош, хорош. Mani bo'yim 2 metr, hozir bu ikki oyoqqa turganda где-то 1.90, 1.85 dar bo'lib qolyapti. Buni yana sherigi bor. Hozir urg'ochi itimiz oldiga ham ko'rsatsak, yana farqi ko'proq ma'lum bo'ladi o'zi. Buni bizdan emas, buni boshqa joy olganlar. Bu ham qalin bo'lgan. Urg'ochi juda ham qalin bo'lgan. Qancha so'rash? Hozircha bu itimizdan zot olmadik. Endi 3 yoshga to'ldi. Endi zot beradigan vaqtini eng piki deydi-ku. O'shaning uchun hozirda bunga urg'ochi nimalar qidiryapmiz. Agarda sizga urg'ochi it bo'lsa agar, olib kelib qo'shishlaringiz mumkin. Raqam pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz agar, bemalol gaplashib olsangiz bo'ladi. Qachonga kelishib olsalaringiz bo'ladi qo'shishni.